Assalomu alaykum aziz do'stlar, yurtdoshlar, Shodiyor Bozorboyev kanalimiz obunachilari. Aziz do'stlar, sizlarga Qo'shko'pirni sentridan 2 etajli hovli joy ko'rsatamiz. Joyimiz umumiy maydoni yana qo'shib solingan. Shundan buyon tarafi 2,5 sotik sotiladi. Xo'p, keladigan bo'lsak, joyimiz o'zi buyon tarafdan yana ko'cha qismida ish yerdan buyon ham xod sizlarniki, lekin yo'l uchun tashalib ketgan. Bu yerda uglovda joy sotib qo'ydilar. İki joydan o'zi bir odam shu o'zi uchun niyatlab solgan ekan, lekin zaruriyati kim bo'lib turibdi, shuning uchun sotyapman deb reklama qo'ydiryaptilar. Xo'p, ina shundan buyon ham sizlarga xodlaringiz bo'ladi, yo'l uchun tashalib ketilgan ekan. Bu yerda darvoza qismidan giriladi o yer, ko'cha qismidan. Ko'rib turganlaringizdek kanalizatsiya, birisi tualet, birisi tualet bilan bani, birisi kuxnyaniki. Bunda kichkina bir bog' ataman desangizlar, zeleniy zona tashalib ketilgan. Xo'p, ko'cha qismidan ko'rsangizlar, suvatlar urilib turibdi. Qolaversa oldin aytib o'tamiz. Sveti, gazi, suvi polni tushib turibdi. Tok montajlarinacha o'sib turibdi. Eshikdan girsak, bismillah. Beri o'zina ustar qo'yib o'tira oladigan, o'zi oilaviy o'zlari uchun qurdirilgan joy ekan. Birinchi etaji pishgan kartoshka solingan, ikkinchi etaji ham kartoshkadan. Usti birinchi etaji plita bilan bosilgan, ikkinchisi og'och bilan bosilgan. Yana tok montajlari bilan o'sib turibdi. Zallar ham keng zal. Xo'p, birinchi etajdan kirib keladigan bo'lsak, eshikdan o'ng tarafda bir zali, xohlasangiz spalnyasi ham bo'ladi. Keyin yana bu yerda o'tganning zinasi ketgan ikkinchi etajda. Xo'p, bu yerda yana tualeti, xohlasangiz banyosi ham bo'ladi. Kanalizatsiya uchun hamma narsa tashlab ketilgan. Bu yan tarafında yana bu yan ham spalnyasi ham bor. Uyimiz keng. To'ki gap turibdi. Buni gaz bilan ishlatib ko'rsatdim. Sho'rchiklar ham tushgan. Mana gaz to'shlar ham tushib turibdi. Yani kuxnyasi ham bor. Bagan qismidan xotimiz bor. Kuxnya uchun eshik. Baganlardanmiz. Bagan ham ajoyib. Yozingina o'tiraman desizlar, topchan qo'yib turib, yavash qilib ajoyib turibdi. Bo'lmasa bir tashkil beraman desizlar, salqinda ham o'tiraverasizlar, xohlasangiz esa. Ustina navbasat qo'ydilar, bagan qismini. Uyimizni umumiy maydoni 2,5 sotikka joylashtirilgan. Dokumentlari, polni hamma narsasi bor. Bemalol kelaverasizlar. Egadan o'zlari yashash uchun salganlar, lekin zaruriyatchilikdan sotyapmiz, pul zarur turibdi dedi. Ikkinchi etaja chiqsak, yana ko'rib turganlaringizdek, zinadan chiqarsak, buyamlarni qo'shishadi deb ustar qo'yib turib, addini buyamdan o'tiradigan asissa bo'ladi. Shpakulov yurilib turibdi. Bu yana bir spalnya aytib kelsangizlar bo'ladi, xohlasangizlar. Mana zalimiz. Zalimizda kattalar ekan, keng. Kattalar ekan, keng. Gipsakardondan patologlar atilib turibdi. Bu ham xohlasangizlar ikkinchi zal. Ikkinchi zal. Akfayni eshiklar. İçan indi eshiklar kamiz, lekin ko'cha qismlari akfaynadan qo'yilgan. Uyimiz o'zi topli pol uchun qo'yilib turibdi. Topli pol uchun xohlasangiz topli pol atkarsizlar ham bo'ladi. Kulunkalari qo'yilib, ustidan qo'yib qo'ydilar. Aziz do'stlar, qaranglar. Zalimizni aytadigan bo'lsak, ikkinchi etajida katta zali 7/440, bu yondagi 6/4 tang. Bu yerda spalnyasi ham katta spalnyadi. Bu ham 6/4 tang, ikkisi ham mana. Bu yondagi kattasi 7/4,5 desek ham bo'ladi. Bu 6/40, bu ham 6/40.
Aziz dostlar, yurttaşlar uyumuzu gösterdik. Hamma yerlerini göz çıktık. İki etaj havlu joyi tayyor satıladığına görüp turganlaringizdan. Uyumuzning bahası Qo'shko'pir Jayxun bozoridan doğrusundan girib kelaverishda metal bazasida doğrusunda joylashgan. Uyumuzning bahası 450 milyon so'm naqd bo'ladi. Xalasanizlar ikkilamchi kredit basasizlar bo'ladi, xalasanizlar naqd pul olsangizlar bo'ladi. Agar bank orqali to'g'rilayman desangizlar, bemalol bankdan to'g'rilab ikkilamchi kredit asosidan olsangizlar bo'ladi. 450 milyon so'm aytib turibdilar. 450 milyon so'mdan kelishiladi. 2,5 sotik 2 etajli joy. Gelip göremen desizler, telefonu urib kelaverasizlar bemalol. Fakat oladigan odamlar telefon urib kelaverasizlar, xudo xolasa. Agam liboy vaqti kelib ko'rsatadi. 97 211 22 34 nomerine bemalol telefon urib turib savdolashsangizlar bo'ladi. 450 milyon so'mdan gaplashiladi. Qo'shko'pir Jayxun bozorining to'g'risida metal bazani menimcha uyimizni ko'rdingizlar. Dim chiroyli joy bo'lgan. Agar olaman desangizlar, yana telefon nomerlari shu yozib turibdi. 97 211 22 34. Şu nomerlere bemalol telefon urib gaplashsangizlar bo'ladi. Ko'cha qismlari ko'rib turganlaringizda akfa ayna eshikdan bostirilgan, bu tarafı ucu satılgan. Bir tarafını yine zaruratçılıkta satyatamiz. İki joyam özü mamaslab qilvadim, lekin pul zarar bo'lib satışa mecbur oldum deb satyatır ekanlar uyni. Uy qismini ko'rib turganlaringizda maydoni 2,5 sotik 2 etajda shipr bo'lgan, suvoq urilgan ishlarni xudo xolasa nasib etsa taxlab turib bemalol ko'rsatsa bo'ladi.